Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga Light King sayti haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ro'yxatdan o'tish uchun video ostiga opsiyadagi silka bilan kirasizlar. Videodan ro'yxatdan o'tish uchun Sign up tugmasini bosamiz yuqoridagi tugmalardan. Bu joyga username kiritamiz va botga elektron pochta manzil va parollarimizni kiritib, ya'ni robot kapchasini terib o'tib va create accountni bosib o'tamiz. Men hozir profilimga kirib olaman. Men ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Shuning uchun profilimga kirib sizlarga obzorni davom ettiraman o'rtoqlar. Xo'sh, kapchani terdik. Profilimizga jo'natib yuboradi. Hozir ko'rib turibsizlar, bizning balansimizda 0.009 Litecoin mavjud. Bu yaxshi o'rtoqlar, natijamiz yaxshi. Endi birinchi navbatda biz qanaqa qilib pul ishlashimiz mumkin? Birinchisi spin bo'limi orqali biz bonusimizni olishimiz mumkin. Kapchani teramiz, free spinni tanlaymiz, bizga baraban aylanib bonus taqdim etadi. Bu barabandagi sonlarni ko'paytirishimiz uchun mana bu joyda level degan joyi bor. Bu yerdan darajalarimizni oshirsak bo'ladi. Hozir darajamiz stone darajasida. Buni biz ironga o'tkazsak, bizga maksimalni 200 satoshi emas, 2000 satoshigacha 800 satoshi emas, 2000 satoshigacha oshirib beradi. Bu juda ham yaxshi natija o'rtoqlar. Shuning uchun sizlarga ham darajani oshirishni hozir video davomida o'rgatib o'taman. Videoni o'tkazmay tomosha qilsanglar, bunga to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Birinchi navbatda DICE o'yiniga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu joyga o'zimizning koeffitsiyentimizni qo'yib olamiz, 155. Avto bo'limiga o'tamiz va botdan kapchani, ya'ni mana bu joyga qorani ko'chiramiz va bu joyga 210 deb yozamiz. Bu nima uchun kerakligini hozir ko'rib olamiz. Agar biz 210 qo'yadigan bo'lsak, bizani yutqizgan summamizni ham qoplab ketadi degani bu o'rtoqlar. Xo'sh, endi 500 bilan boshlasak, yo'q, 1000 bilan boshlaymiz. Qani ketdi. Biz o'rtoqlar mana shu pulimizni 99 ni bir qo'yib olishimiz bilan to'xtatamiz buni. Oldindan aytib o'tsam, mana avtoni boshladik. Mana bizda ko'rib turibsizlar. Mana balansimiz o'ynayapti. Ya'ni biz hozir 6000 plusga chiqdik. Mana 7000, 8000. Qolisi mana 1 bo'ldi. Biz to'xtatamiz. Nimaga to'xtatdim bilasizlarmi? Chunki agar dalsh o'ynaganimda men yutqizib qo'yishim mumkin edi. Endi shu joyda yana bir marta bosib, xo'sh, bitta bosamiz. Mana o'rtoqlar ko'rdinglar, 4 marta yutqizish bo'ldi. Men to'xtataman. Chunki menda dagon yondi. Men ko'p o'ynaganim uchun dagon yonib qoldi. Sizlarda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lsa to'xtatinglar, yo'qsa balansinglarni hammasini yutqizib qo'yishinglar mumkin bo'ladi. Endi biz yutqizdik, biz minusga kirdik deyishinglar mumkin. Hozir to'xtatsanglar agar, keyingi o'yinlaringizga sizlarda shans yaratiladi. Ya'ni sizlarda shans bo'ladi keyingi o'yinlarga. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Sizlar hozir chiqib ketib 1 soat yoki 1,5 soatdan keyin kirganinglarda sizlarda yana bir marta o'ynasanglar, bu foyda bilan chiqib ketishinglar mumkin bo'ladi. Lekin bu hozirgi holatda davom ettirib o'ynasanglar yutqizishinglar aniq o'rtoqlar. Shuning uchun unchalik ko'p o'ynashni tavsiya qilmayman. Va hozir ruletka o'yinida men balansimni, ya'ni darajamni oshirib ko'rsatib beraman. Buning uchun 100 k bilan qizil qoraga qo'yamiz. Xo'sh, qani ketdi. 1. Xo'sh, yaxshi. 2. Yashilga ozgina qoldi o'rtoqlar. Xo'sh, yana bir marta o'ynaymiz. Wow, o'rtoqlar ko'rdinglarmi natijani? Yashildan oldim va yashildan keyin tushdi. Juda ham ajoyib natija. Endi biz ko'rib o'qishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rdinglar, biz levelni yopib bo'ldik.
Endi collect bosamiz. Endi biza kirganimizda ko'rib turibsizlar 2 barobarli spin beriladi. Ya'ni biz har bir aylantirganimizda 2 barobar tushgan sonni 2 barobar qilib qaytarib beradi. Masalan, bizga tushdi 200, mana ko'rib turibsizlar, bizga 400 taqdim etyapti. Mana 400 2000 400 Xo'sh, o'rtoqlar. Necha tushadi? Oxirgisi 100 tushdi. Mayli o'rtoqlar. Bir tomondan yaxshi. Bir xil payt bunaqa tushmasligi ham mumkin. Shuning uchun keyingi o'yinda dalch harakat qilsak, bizga ko'proq foyda bo'ladi. Shuning uchun darajani oshirish kerak. So'z spoti bilan bo'ldi o'rtoqlar. Ko'rdinglar, darajani oshirish unchalik qiyin emas. Mana ko'rib turibsizlar, biz hozir Iron o'yindan bronz o'yiniga o'tamiz. Xudo xolisa yaqin orada. Buni ham xudo xolisa video obzor qilib ko'rsatib beraman. Yana bir narsani eslatib o'tsam, bu darajalardan darajaga o'tish juda ham oson, ko'rdinglar. Endi biz bu yerda pul chiqarib ko'rsatib beramiz. Wallet bo'limiga o'tamiz. Withdraw bosamiz. Bu joyga Litecoin adresimizni olamiz bu yerdan. Mana o'rtoqlar, pair kashligimizga ham kirib oldik. Pair kashligimizdan Litecoin tanlaymiz. Add money bosamiz va adres kopyuratsiya qilib olamiz. Va men sizlarga yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bundan oldingi videomda Tronpix saytidan pul chiqargan edim. Mana o'rtoqlar 50 Tron tushib keldi. Shuni ham bir ko'rsatib o'tayman. Endi biz pulni chiqarishni boshlaymiz. Ya'ni xuddi shunaqa adresda buni bir ko'rib chiqishimiz kerak. Mendir boshqacha adresga o'xshadi. Xo'sh, xuddi o'zi. Endi bu joyga balansimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Biz balansimizni yozamiz. 0.0097 Yo'q, mana 9 qilaylik. Yo'g'i, oborotimizga yetib turadi. Yo'q, bizda hozircha balans ozgina kam ekan. Hozir 1 minut. Mana o'rtoqlar, biz balansimizni minimal summa yig'ildi. Endi bu yerga biz summani yozishni boshlaymiz. Ya'ni 0.01 yozadigan bo'lsak, yana bitta 0 va 1 yozsak, bizda minimalki chiqib ketadi. Xudo xolisa ko'ramiz, withdraw bosamiz. Pulimiz chiqib ketdi va bizani oborotimizda ko'rib turibsizlar. 986.000 Litecoin Satoshi qoldi. Bu oborotimizga kerak bo'ladi. Men hozir sizlarga nima desam bo'ladi? Bir Litecoin hozirgi kundagi Litecoinning kursini ko'rsatib beraman. Xo'sh, o'rtoqlar, hozirgi kunda bir Litecoinning narxi ko'rdinglar, $98. Endi hozir biz qancha pul kiritdik, shuni ham bilib olamiz. Adashmasam $1 tushib keladi. To'g'ri juda ham kam, lekin o'rtoqlar, ishlasanglar, qancha ko'p ishlasanglar o'zingizga shuncha foyda. Qancha ko'p saytlardan ishlasanglar undan ham zo'r foyda. Chunki masalan, men hozir YouTube ga qo'yayotgan videolarim 10-15 ta sayt bor. Ya'ni mana shunaqa Pik saytlar, Picking shunaqa saytlardan hammasidan ishlasanglar o'rtoqlar, kuniga $1 dan bo'lsa, kuniga $15. Bu juda ham zo'r natija, $15-20. Bu degani kuniga 150-200 ming so'm degani. Ishlasanglar, ishdan tashqari qo'shimcha daromad qilsanglar bo'ladi. Shu orqali sizlar ham foydalarni oshira olsanglar bo'ladi. Qo'shimcha daromadni ko'p kami bo'lmaydi o'rtoqlar, shuning uchun ishlashni tavsiya qilaman.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalda qolishda davom etinglar. Kattakon rahmat.